Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun ko'pchilik akalarimiz so'ragan Isuzu NMR 77 H modeli furgoni keldi avtosalonimizga. Hozirda ushbu avtomobilimizdan наличиеda bor. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Narxini oxirida aytib o'tib ketamiz. Hozircha avtomobilimiz haqida qisqa ma'lumot berib o'tib ketamiz. Avtomobilimiz bortining uzunligi 420, eniga 190 va bo'yiga 170 tashkil etadi. Avtomobilimiz turbinali dizelli dvigatel. Hop, 100 kilometrga 14 litr yoqilg'i sarflaydi. Yoqilg'i bakimiz 100 litrni tashkil etadi. Avtomobilimizni bemalol B kategoriya bilan znak запрещенlarda ham bemalol haydasanglar bo'ladi. Avtomobilimizning salon qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganinglarda ixcham, kompaktni ishlangan. Rullarni bemalol upravleniya qilib tepaga pastga to'rtta taraflama upravleniya bo'ladi. Rullarimiz 160 kilometrgacha chiqadi. Avtomobilimizda bemalol mana gorniy tormozlari mavjud. Konditsioneri hozir endi issiq havoda kerak bo'ladi. Bakoy oynalarning upravleniyasi. Avtomobilimizning ko'pchilik qidirib yuradigan joyi massa включатели bu yoqda bo'ladi. Ko'rib turganinglarda mana saloni keng va akkuratniy, hammasi minimalistik joylashtirilgan. Avtomobilimizning bort qismini ko'rinishi ko'rib turganinglarda shunda zakrytый metallический oddiy temirdan bo'ladi. Buni akshga qo'yarsanglar bemalol yuklarni manziligacha tashlasanglar bo'ladi oxirigacha. Hech qanaqa sifati ham, hech narsasi o'zgarmaydi. Ushbu avtomobilimizni avtosalonimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning narxi 475 million so'mni tashkil etyapti. Xo'p, agar boshlang'ich to'lov qilib sotib olish imkoniyati bormi deb so'rayotganlar uchun 25% ni to'lov qilasizlar. Boshlang'ich 25% taxminan 140 million so'mni atrofida tashkil etadi. 5 yilga oladigan bo'lsanglar, oylik to'lovi 15 milliondan boshlanib 6 million so'mgacha kamayib ketadigan tartibda bo'ladi. Ushbu avtokreditimiz sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatib o'tilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Yoki avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Kelinglar, sizlarni kutib qolamiz.